Hozir demak nurni yuboramiz bunchidan. Nurni yuborgan vaqtimizda nima qilish kerak? O'sha ichida harakatlash kerak. To'la ichi qaytish hosasini demak hozir kuzatamiz. Qopqo'noq. Suvni sen to'kiladiganini qo'llaysan, maylimi? To'g'ri qo'yib oling birinchi. Mana. Suvni bilasizmi? Mana. Suvga bo'lyapti. Urmanglar. Mana suvga qaranglar. Mana qizib qoldi. Ich. Suv qaranglar, qip-qizil bo'lib suv tushyapti pastga qarab. Nurni ko'ryapsizlarmi? Qizilligini. Suv bilan yana mana. Ko'rlangan suvdan chiqib ketmasdan suvni ichida nima qilyapti? Yorug' nurimiz harakatlaryapti. Ko'rlangan